Oyijon, agar ortib qolsa-chi, hozir to'yib qolsam, uyga solib berasiz, maylimi? Tuz meni qo'limda. Yashavor, Sanqat. Yana bir qadam qoldi. Menga xotinlik qilmasa ham yonimda yursa bo'lardi-ku. O'zi Manzura bilan 15 yil shunaqa yashaganman. Mana ko'rdingizmi? Biz alohida yashaganimiz ham sizlarga foyda bo'lyapti, lekin. Munosabatlar tiklayapsizlar. Bonu, Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dada, O, kim o? assalomu alaykum. Ye, o'g'il toy. Assalomu alaykum. Va alaykum Dada, assalom. sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisan? Rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Azimjon kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Bugun ingliz tilisi bor. Kech keladi. Tushunarli. Borib olib kelaymikan? Menga qara. Bolani o'z holiga qo'y. Kap-katta bola. O'zini yo'lini o'zi biladi. Dada, sizlarga kabob olib kelgandim. Mana, Ha, rahmat o'g'lim. issiqqina yeb olarsizlar. Rahmat. Xudo xolisa, Azimjon kelsa, birga yeymiz. Yur, ichkariga kir. Yo'q, dada, shoshib turibman. Qiladigan ishlarim ko'p edi. Lekin Azimjon ham tuppa-tuzuk salom beradigan bo'lib qopti, ha? Qanaqa tarbiyalayapsiz? Sabr bilan, mehr bilan. Hech gapga kirmasdi-ku. Ha, Aytganimni teskarisini qilib asabimga tegardi. boshida menga ham shuni qildi. Lekin men jahl qilmadim. Sen bo'lsa, bolaga jahl qilgansan, uni kayfiyatini buzgansan. Shuning uchun u teskarisiga ish qilgan. Shunaqa. Sabringizga qoyil, dada. Rahmat o'g'lim. Sabr qilsang, g'o'radan holva butur deb shuni aytsa kerak-da. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz, dada. Xudo xohlasa, Azimjonni shu hovlida uylantiramiz-da endi. Kelin sizni xizmatingizni qiladi. Xudo xolasa, Xudo xolasa. O'zi kelin yaxshimi? Nega bunda olib kelmaysan ham? Endi Azimjon ko'rib asabiylashmasin deyman-da. Yaxshi, yuribdi, salom aytvordi. O'zi rostini aytsam, boshida ancha kelisha olmay yurdik. Hozir ancha o'ziga kelib qolgan. Ha, yaxshi. Biror kun olib kelarman. Mayli, olib kel. Tinch yashayotgan bo'lsang, baxtli bo'lsang, bo'ldi. Sen bolangdan hech xavotir olma. Men o'zimda bor imkoniyatdan foydalanib bolangga qarayapman. Ha, aytgancha, mashina nima bo'ldi? Olib beraman. Olib beraman. Albatta olib beraman, dada. Olib ber o'g'lim, Xo'p, olib ber. bo'ladi, xo'p. Mayli. Kir ichkariga. Yo'q, dada. Shoshib turibman. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, o'g'lim, yaxshi bor. Mayli. Xo'p, mayli. Egachi. Siz aytgan hamma narsa qildim. Ishlarim 5. Kelinimchi o'z oyog'i bilan onasinikiga qarab ketdi. O'g'lingiz bilan munosabatlari qanday? Ja, unaqa yaxshi emas. O'g'lingiz narsalarini olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Mana. Ko'ynaga bo'ladimi? Bo'ladi. Mana. Bu safar shunga o'qiyman. Birato'la sovib ketadi. Ha, shunaqa qiling, sovib ketsin. O'sha lol o'lgur basharasini ham ko'rmang. Bir-birini ko'rishga toqati ham qolmaydi. Baraka toping. Shu balodan qutulsam qaniydi. Mayli. Mana. Ilohim, o'g'limga o'zimga yoqqan qizni olib beray. Ko'nglim dedek bo'lsin. Ko'rganda ko'zim quvnasin. Allohu akbar. Mana o'ris kelin. Yuzini burib, arazlab o'tiribdi. Ha. Yuzi burilib qolsin, ilohim.
bergan narsalarimni sepdingizmi? Ha, hammasini sepdim, yedirdim, ichirdim, hammasini qildim. Yaxshi. Shuning uchun ham kor qilganda. Ana endi meni diqqat bilan eshiting. Oyi, qurilishdan odam topdim. Afzali qurilishidami? Ha, o'sha yerda. Borib gaplash, hammasini hal qilib kel. Bo'ldi, xo'p. O'zi ishonchli odammi? Og'zida gap turadimi? Faqat pul kerak. Bunaqalab pulni olmagungacha ishni boshlamaydi. Of, beraman dedim-ku. Lekin u arzonga ishlamaydi, oyi. Kattaroq pul berishimiz kerak. Senlar faqat katta pulga o'rgangansanlar. Mayli. Gaplash, lekin menga isboti bilan javob beradi. Tushundim. Bo'pti. Alo. Onasi yaxshimisan? Ha, rahmat. O'z yaxshimisiz? Yaxshi. Qizing bilan gaplashmadingmi? Voy, hozirgina gaplashdim. Bizanikiga kelmoqchi. Xo'sh, yangi uyga ko'chishibdimi? Ko'chishibdi. Xonim qilib bering deganida, hozir biznikiga kelib qolishadi. Ha, yaxshi. Chiroyli qilib bergin, ha? Hozir uni nimani xohlasa yeydigan payti. Xo'p bo'ladi. O'zini ehtiyot qilish kerak. Bunaqada farzandi sog'lom tug'ilmaydi axir. To'g'ri aytasiz. Xavotir olmang. O'zim chiroyligina qilib, yoqadigan qilib beraman. Men ham Xudo xohlasa ishlarimni tugatib o'taman. Bo'ldi. Mayli, yaxshi ishlang. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Canım felek. Ha oğlum. Ha doda? Bu aynadan ko'zing uzalmay qolsan-ku? Doda. Ha nima doda? Endi sen o'zingcha, dodam qarib qo'ygan. Hech narsani bilmaydi, tushunmaydi deb o'ylaysan-da. Adashasan. Men ham yosh bo'lganman. Sen hozir o'ylayotgan fikrlar bor-u, Ha, hammasi meni boshimdan o'tkazganman. bo'lishi mumkin. Senga bir maslahat. Agar qizlarga yoqishni istasang, o'zingni tashqi ko'rinishingga emas, ichki go'zalligingga, ichki dunyoingga e'tibor berishing kerak. Qizlar yuzi tiniq bolalarni emas, mehribon, ular uchun qayg'uradigan, ularni himoya qiladigan yigitlarni yaxshi ko'radi. Hozirgi qizlar pantof qiladigan yigitlarni yoqtirishadi. Bo'lishi mumkin. Lekin bir narsani bilib qo'y. Ular ham ichidan baribir mard, jasur yigitlarni yoqtiradi. Sen Zarinaga yoqmoqchi bo'lsang, Doda. ha? Darrov otini qayerdan bilib oldingiz? O'zing 3-4 kundan beri na uxlaysan, yurganingda ham, turganingda ham, ovqat yeganingda ham Zarina tilingdan tushmaydi-ku. Xullas, unga chiroyli ko'rishni istasang, nimadir sovg'a qil. Anu, men qara. Mana shuni olganda muzqaymoq olib berasan. Xo'pmi? Shart emasdi, doda. Yo, shart. Hozir to'xtab tur. Qani, mana buni kiychi. Kiy. Doda, Kiy qol. kerak emas.
Kachimda o'zim g'alati his qilaman. Qani. Ana. Juda bir novqiron yigit bo'lding. Ey doda, Yechma dedim senga. Juda yaxshi turibdi. Biram savlatli yigitga aylanding. O'zimni arslonim. Hey, qachon bunday katta bo'lib ulg'ayib ketding? Qara. Bo'ying mendan ham baland bo'lib ketibdi. Qoyil. Lekin o'qishni unutma. Xayolingda, yurganingda ham, turganingda ham mana shu birinchi navbatda o'qish. Tushunding-a? tushundim. Qara bo'lmasa, bora qol, darsga kech qolasan. Hey, yechmoqchimisan? Yo'q, Yechma. Xo'p. Zo'r turibdi. Purim yigit bo'lding. Kasalxonaga borsam, chiqib ketdilar deyishdi. Shunga to'g'ri uyingizga kelaverdim. Siz uchun o'z qo'llarim bilan do'lma tayyorlagandim. Opa, ovora bo'psiz-da. Rahmat, lekin do'lmani juda ham yaxshi ko'raman. Oborasi bor ekanmi? Faqat opa, xafa bo'lmasangiz, tushlikni 12 da qilaman. Insulin gormoni 12 dan keyin ishga tushsa, semirmayman. Mayli. Nima bo'ldi? Uyingizga qaytibsiz? Eriz bilan ajrashdim. Eriz demang. Erimiz bilan deyman. Xo'p, xullas chol bilan orani ochiq qildim. Aybini bo'yniga qo'ydim. Bilasizmi? Hech ham bunaqa bo'lmagandim, lekin yelkamdan tog' ag'darildi. Shunaqa mazza qilyapman. Voy. Qanday qilib aybini bo'yniga qo'ydingiz? Analizlarni ko'rsatdim. Nimaga mendan kasalligingizni berkitdingiz? Atay yuqtirilgan kasallik uchun statiya bor dedim. Keyin o'zimdan bechorani yoqib, xafa bo'lganday bo'lib, sekingina ketdim. U bo'lsa bechora vijdon azobida o'tiribdi. Rostdan indamadimi? Baqir-chaqir qilib uradigan odati bor edi. Opa, menga qo'lini uchini tekkizib ko'rsin. Qamatvoraman. Hayronman. Sodiqboy bo'shashib qopti shekilli. Bo'shashganmi, bo'shashmaganmi bilmayman, lekin men bilan unaqa gaplashishga yo'l qo'ymayman. Hali sekin maydalab jonini olaman. Qarab turing, eshigimi tagida yalinib o'tiradi. Ha aytgandek, bergan narsalarni so'rab olmadimi? O'zim hamma narsani tashlab ketdim. Men ham yo'lim shunaqa, taktikam. Hamma narsani o'z qo'li bilan qaytarib olib keladi. Sodiqboynimi? Hech qachon bermaydi. Opa. Siz menga ishoning, beradi. O'z qo'li bilan jon deb beradi. Assalomu alaykum, Sodiq Turg'unovich. Va alaykum assalom. Nazokat Bodirovna keldilarmi? Yo'q, hali kelmadilar. Nazokatxonni uyiga haydovchi yuboring. Borib olib kelsin. Xo'p, bo'ladi. Sizlarni uylaganmi? Yo'q. O'zini uyiga. Xo'p. Keyinchi alohida xona tayyorlab qo'yinglar. Kim uchun? Nazokat opagami? Yo'q. Boshqa xodimga, afzalli xotiniga.
O'shanga xonani beramiz. Xo'p bo'ladi. Menga yana topshirig'ingiz bormi? Qarang, bu soat 9 bo'ldi. Nega haligacha ofisda hech kim yo'q? Sekin-sekin ishga kelishyapti. Men yo'qligimda hammani taltayib ketibsanlar. Ishga kech kelgan xodimlarni ro'yxatini xonamga olib kirib berasiz. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Qani Jahongir? Hali kelmadilar. Voy tavba, bular hammasi-chi? Salishongin boshingga chiqib ming bo'ladi. Kelsa, meni yonimga kirsin. Boring. Xo'p bo'ladi. Opa, men asl yuzimni hammaga ham ko'rsatavermayman. Hayotim davomida sanoqli odamlargina buni ko'rishgan. Brilliantlarni ham tashlab keldingizmi? Brilliantlarni tashlab ketib bo'ladimi, opa? Voy, ahmoqmanmi? O'rniga bir xil bijuteriya olib, hammasini chiroyli qilib korobchikalarga taxlab keldim. Demak, siz bu jangga ancha oldin tayyorgarlik ko'ribsiz-da. Sizningcha men kasalxonaga nimaga yotdim? Bilmasam. O'ylab olish uchun, tayyorgarlik ko'rish uchun menga vaqt kerak edi. Men hamma narsani reja bilan qilaman. Rejasiz qilingan ishni natijasi bo'lmaydi. Xo'sh, endi nima qilasiz? Oppa. Dam olgani ketaman. O'zim uchun mazza qilib yashayman. U bo'lsa meni choyimni sog'inib, jinni bo'lay deb o'tiradi. Keyin keladi, yalinadi, ketadi, yana keladi, yana yalinadi. Xullas oxirida men nozlana. Ha mayli. Alohida xonada yashasak, siz bilan bir umr qolishga tayyorman, deyman. Qoyil. Sizdan o'rganish kerak xolos. Oppa. Bizni o'yin endi boshlandi. Hali sizga beradigan sovg'alarim oldinda. Sovg'a? Voy, shu paytda kim kelibdi-ya? Hozir qaytaman, opa. Xo'p. Ol, ye. Oyijon, biram qo'llaringiz shirin. Rosa mazza qilyapman. Osh bo'lsin, qizim. Ye. Mazza qilib yeb ol. Sen yeyman deysan-u, men pishirib bermaymanmi? Oyijon, negadir oxirgi vaqtlar faqat siz ovqatingizni yegim kelyapti. Bo'ldi. Nima ovqat yeging kelsa, pishirib beraman. Xohlasang, o'sha ovqatlarni o'rgatib ham qo'yaman, a? Endi sizni pishirganlaringiz boshqacha chiqadi-da. Menga qara. Irinam kelish kerak edi. Qayerda qoldi? Do'konda qoldilar, narsalar olgani kirgandilar. Ye? Qo'yma kafega kiramiz, kafedan olib beraman. Oyini ovora qilma deydilar. Men yo'q deb siz oldingizga keldim. Endi kafeda bunday ovqat pishirmaydi. Ona pishirganda mehr qo'shmaydi. Birpasda me'dangga tegadi hammasi. To'ppa-to'g'ri. Shuday. Siz qilgan ovqatlarga hech nima yetmaydi. Oyijon, siz ovora qilib qo'ymadimmi? To'g'risini aytaymi? Yo'q. Menga nabira tug'ib beraman deysan-u. Senga ovqat qilib bermaymanmi, bolam? Boringizga shukr. Ol, osh bo'lsin. Oling o'zingizam. Oyijon, agar ortib qolsa-chi?
Hozir to'yib qolsam, uyga solib berasiz, maylimi? Maza qilib uyga borib yeyman, kechasi bilan yeb chiqaman. Xo'p, faqat semirib ketmagin, ha? Nima yeging kelsa, bemalol aytaver. Albatta, sizga aytmasam kimga aytaman? Choydan ich, kel. Lekin-chi, oyi, bu ketishda semirib ketaman-ku. Semirmaysan. Semirmaysan, xavotir olma. Sog'lom bolani dunyoga keltirish uchun yaxshilab ovqatlanish kerak. Bu gapingiz ham to'g'ri. Oxirigacha yeb qo'ygin, xo'p? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ishga olib kelishimni aytgandilar. Men hozir bora olmayman. Borib, Sodiq Turg'unovichga tushuntiring. Opani ahvoli juda yomon ekan, ishga bora olmas ekan deng. Xo'p bo'ladi. Chol men kutgandan ham tezroq sog'inibdi. Ayni muddao. Demak, o'zi kelishini kutamiz. Keling, Abzal. Tinchlikmi? Hammasi joyidami? Kecha uchrashuv yaxshi o'tdimi? Juda yaxshi deya olmayman. Lekin pulni qaytarib berdik. Ha, Xudoga shukr. Mana shu biznesni deb oilam bilan ajrashdim. Qaynotangiz qizlarini olib ketdilarmi? Yo'q. O'zim jahl ustida javobini berib bordim. Endi nima bo'ladi, Abzal? Bilmadim. Nimaga bunaqa qildim o'zi? O'zim ham hayronman. Afzalbek, oilangizni buzmang. Xostimomda fatvo markazi bor. O'sha yerga borib, domlalar bilan bir maslahatlashsangiz bo'lar ekan. Agar qaytarib olishni iloji bo'lsa, xotiningizni qaytarib oling. Menimcha endi iloji yo'q. Hamma narsani iloji bor. Shariatda yo'l bor deyishadi. Bilmadim. Mayli, ko'ramiz. O'zi shundoq ham qiladigan ishlarim ko'p. Ha, keyin sotuv bo'yicha hamma hujjatlarni olib kiring. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yaxshi ish bo'lmabdi. Essiz. Xotinini rosa yaxshi ko'rardi. Ko'z tegdi shekilli. Xo'sh. Aytdim-ku sizga. Reja men aytgandan-da ko'ra tezroq ishladi. Kim kelibdi o'zi? Eris odam yuboribdi. Meni ko'rmasa bo'lmas ekan. Sog'inibdi. Siz uni aniq sehrlab qo'ygansiz. Qo'ysiz-chi, opa. Men
sehr qilib bering deb folbinlarga boradigan ayol emasman. Men shunchaki erkaklarni psixologiyasini o'rganib chiqdim. Ular bilan qanday gaplashishni, qay paytda xafa bo'lishni, umuman olganda ular bilan qanday xatti-harakat qilishni hammasini o'rganib chiqdim. Bu hammasi ilm. Hayır. Siz professionalsiz. Siz jamiyatga kerak ayolsiz. Hadidan oshgan erkaklarni o'ziga keltirib qo'yuvchi dori desam ham bo'ladi. Endi oshirvordingiz opa. Menga o'xshagan ayollar juda ko'p. Lekin meni ulardan farqim bor. Hozir ko'p ayollar, qizlar oilasi bor erkaklarga yopishadi. Ularni yo'ldan urishga harakat qilishadi. Oilasidan ajratib oladi. Men esa beva, ya'ni xotini o'lgan yoki ajrashgan yoki umuman uylanmagan erkaklar bilan gaplashaman. Menga ikkinchi bo'lish qiziq emas. Va shu paytgacha hech kimni oilasini buzmaganman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Sodiq Turg'unovich xonasidami? Ha, xonalarda. Rahmat. Qaynoting uy berdimi? Ha, berdilar. Lekin Farhod akam olmayaptilar. Dadajonni hozir ishlari yaxshi emasmish. Ana xotinlari bor budlarini shilib ketibdi. Bankrot bo'lay deb turgan ekanmishlar. Ijara pulini Farhod akam to'layaptilar. Endi bechara kuyovim qiynalib ketarkanda, shu uyingda turaversang bo'lar ekan. Yo oyi, u qaynona bilan yashab bo'lmaydi. Na o'tira olaman, na uxla olaman, na ovqat yeya olaman. O'tirsam o'poq, tursam so'poq. Bu yoqda o'zimga xon, o'zimga bekman. Xohlasam turaman, xohlaganimni yeyman, beminnat. Endi men sizlar ham qiynalmanglar deyman-da. Shu mashinani olib qo'yishgani yaxshi bo'lmadi-da. Mashina. Olib qo'yshdimi? Olib qo'yishdi. O'sha mashinani, domni, hammasini sotib, bankrotlikdan chiqishar ekan. Mayli. Shu qaynoting oyoqqa turib olsin. Keyin pul ham topiladi. Balki kuyovingiz ham ishlari yurishib ketar. Hozir quruq oylikka yashayapmiz. Hamma yosh oilalar mana shunaqa muammolardan o'tib olish kerak. Endi chi deysan? O'zing tanlading. Salonga kamroq kirasan, restoranga o'ylab kirasan, uyda ovqat pishirasan. Bo'lak yashaydiganlarning ro'zg'ori ham bo'lak bo'ladi. O'zingni aravangni o'zing tortasan. O'ylab ro'zg'or qilasizlar. Ana endi mehribon qaynota qaynana yo'q. Hammasi o'zinglarning bo'yninglarda. Erkinlikni narxi qimmat deysiz-da. Shunaqa. Ana endi ularning qadrini bilasan. Bildingmi? Unda siznikiga tez-tez kelib turar ekanman-da, oyijon. Voy. Yaxshiyam men borman-a? Yaxshiyam siz borsiz. Mayli, kelaver qizim. Barigan bir o'zim zerikib o'tiribman.
dadang kuni bilan ishda bo'lsalar. Biram sizni yaxshi ko'raman. Marhamat, o'tiring. Xo'sh. Ismingiz? Dildora Rahmatjonova. Dildoraxon. Siz uchun alohida xona tayyorlatib qo'ydim. Bu yerda nima qilaman o'zi? Hech nima. Ertalabdan kelib, shu yerda bo'lsangiz bo'ldi. Men bunaqa qila olmayman. Vaqtim, umrim ketyaptimi, demak nimadir qilishim kerak. Unda sizni PR guruhiga joylaymiz. Kompaniyamiz PR guruhida ishlaysiz. Xo'p, bu menga yaqin soha. PR va SMM menga qiziq, ishlashim mumkin. Juda yaxshi. Ha. Siz maoshingizdan xavotir olmang. Oyli yaxshi bo'ladi, ko'rasiz. Mayli, uni kelishamiz. Yaxshi. Qani? Yuring ko'rsataman. Bu yoqqa. Qani keling. Mana bu bizni majlislar zalimiz. Marhamat, o'ting bu yoqqa. Erim ta'riflagandek juda ham yomon odamga o'xshamaydi. Tavba, shu paytgacha nimaga men bu odamdan qo'rqdim? Hayronman. O'tiring. Alo. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshimi? O'zing qalaysan? Yaxshiman, rahmat. Ofisga kim kelganini bilasizmi? Kim ekan? Kim keldi? Afzal akaning xotini. Afzalning xotini? Afzalning xotini u yerda nima qilyapti? Endi bizda ishlarmish. Chol unga alohida xona qilib berdi. U nima ish qilar ekan? PR bo'limini boshqarar ekan. Uyda o'tirgan ayol qanaqa qilib PR bo'limini boshqaradi? Kim biladi deysiz? Boshliqni bilasiz-ku, chiroyli ayollarni yaxshi ko'radi. O'ziga chiroyli ko'ringan bo'lsa, boshliqqa qo'yaverganda. Bo'lishi mumkin. Opa, mayli. Ko'ramiz bu yog'i nima bo'lar ekan. Mayli, men ishlarimni qilay. Shuni aytay deb qo'ng'iroq qilgandim. Bo'pti. Bo'lmasa, yana yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, xabar berib turgin, xo'pmi? Xo'p, opa. Xo'p. Charchama. Rahmat. Sog' bo'ling. Tavba. Afzal xotinini Sodiq Turg'unovichni yoniga ishga kirganini bilsa, qay ahvolga tushar ekan? Bu chol ataylab qilyapti. Afzalga aytsammikan? Dildoraxon. Bugundan boshlab ofisda ish boshlarkansiz. Har bir masalani men bilan muhokama qilishingizga to'g'ri keladi.
Men o'z boshimchalik qilib qaror chiqarganlarni yomon ko'raman. Xo'p bo'ladi. Ha, keyin ofisdagi qizlar bilan iloji boricha kamroq dugona bo'ling, xo'pmi? Chunki ular g'iybatchiroq. Tushunarli. Sizga bir xodimni biriktirib beraman. Ish o'rganasiz. Maoshim qancha? Shuni bilsam bo'ladimi? Lekin o'zi hali ish bilmasangiz ham sizni xafa qilmayman. Chunki do'stimning hurmati bor. Menga aniq raqamlarni bilish qiziqroq. Mana shu taraflaringiz afzalga o'xshar ekan. Erim haqqingni talab qilishni o'rgan deb o'rgatganlar. Tushunarli. Ishdan keyin xonamga kirsangiz, maoshingiz haqida gaplashib olamiz. Bosh hisobchimiz ishga chiqishlari kerak. Nazokat Botirovnami? Xuddi shunaqa. Ularni kutamiz. Hozir mazlari yo'q ekan. Qolar. Mayli. Kutsak kutaveramiz. Afzal, mumkinmi? Keling, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi bir yangilik eshitdim. Afzal, buni aytishni ham, aytmasligini ham bilmayapman. Xo'p, aytingchi. Haligi xotiningiz Cholli ofisiga ishga kiribdi. Tushunmadim. Nima dedingiz? Sodiqboyni ofisiga ayolingiz ishga kiribdi. Ofisda nima bor ekan unga? Baloni ham bilmaydigan ayolga ofisda balo bor ekan. Menimcha Afzal ataylab qilishyapti. Niyatlari shu, sizni asabingizga tegish. Bu aniq. Chon iflos o'yinlari boshlanibdi-da. O'zi qaynatam ikkalovi ham bir xil. Ko'r-ko'rni qorong'uda topadi deb bekorga aytishmagan ekanda. Menga qarang. Noto'g'ri eshitmadingizmi? Yo'q, bu aniq. Hattoki xotiningizga alohida xona ham qilib berishibdi. PR bo'limini boshlig'i ekan. PR bo'limi? Shunaqa. Endi reklamaning tepasida Dildoraxon turar ekanlar-da. Afzal, balki borib gaplashib ko'rarsiz. Yo'q. Bormayman. Birinchi zarbadayoq taslim bo'ladigan ahmoq yo'q. Mayli, bo'lmasa yana bir o'ylab ko'ring.
Mumkinmi? Ke. Nazokat qani? Kelmadilar. Mazalari yo'q ekan. Bormayman dedilar. Nimaga mazasi bo'lmaydi? Bilmadim. U mendan xafa. O'shaning uchun kelmagan. Bo'pti, boraver. Ha, mana uni olib ketgin. Yaxshilab tekshirib chiqqin-da. Ishi shu puxta bolaring. Tushundingmi? Xo'p. Nazokatxon nimaga nos qilyapti endi? Yoki kasal odam bilan yashashni istamasmikin? Nahotki yo'llarimiz shu yerda tugasa. Yo'q, men endi o'zimga mosini topdim deganimda, u ham ketib qolsa-chi. Uf. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, ahvol qanaqa? Yomon. Chol Afzalni ayollarini ishga olibdi. Iye, Shunga asabiylashib ishlolmasdan o'tiribdilar. maraz. Qarang. Darrovda hujumga o'tibdi-da. Shunaqa. Rostdan ham bu odamdan qo'rqish kerak. Ha, maqsadga erishish uchun hamma narsadan foydalanadi. Lekin buni ham jazosini-chi nazokat beradi. Nazokatxon ilohim, bersin jazosini. Bir kunda Afzal sindi. Uni bunaqa ahvolda hech ham ko'rmagandim. Ruhiyati tushib ketgan. Erkak kishini eng nozik joyi uni oilasi bo'ladi. Oilasi barbod bo'lsa, butun hayoti alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Yuragiga ham hech narsa sig'may qoladi. Ha, Afzal ayollarini sevardilar. Endi jahl ustida gapirib bekor qilibdilar. G'aybulla aka. Balki Afzal bilan gaplashib ko'rarsiz. Fatvo markaziga borish kerak. U bu kimdan so'rash kerak. Endi axir oilalari buzilib ketmasin. Ayoli bilan yarashsin. Bunaqada o'zlarini ham, oilalarini ham qiynaydilar. Ikkalasi ham xarob bo'ladi. Mayli. Men kirib bir gaplashib ko'raychi. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman deya olmayman. Men qiyin bo'lishini bilgan edim. Lekin bunaqa yo'l bilan menga zarba berishlarini hech kutmovdim. Xayolimga ham kelmagandi. Dushmanni katta kichigi bo'lmaydi. Sodiqboy haqida eshitgandim. Lekin bunaqa pastkash ishlar qo'ldan keladi deb o'ylamagandim. G'aybulla aka, o'ylab qolyapman-da. Shu hammasi mol dunyo, pul, mansab uchunmi? Ha, yoshini yashab bo'lgan odam uchun mol dunyo nimaga kerak? Ha, to'ridan
go'ri yaqin bo'lib turgan bo'lsa, undan ko'ra oxiratini o'ylab yaxshi ishlar qilsa bo'lmaydimi? Yo'q. Bu yerda puldan ko'ra balandroq narsa bor. Birinchisi kibr, ikkinchisi prinsip. Ayrim odamlar shunaqa. Otdan tushsa ham egardan tusha olmaydi, yopishib qolgan. Ularning maqsadi boshqalarni sindirish. Ularga qarshi borgan odamni jazolamasdan qo'ymaydi. Aytdi-ku, bor budimni tikib bo'lsa ham seni tiz cho'ktiraman dedi-ku. Afzal akani xotinini ko'rgandim. Ayollarni ishga oldingizmi? Axir korxonamizdagi barcha sirlarni eriga yetkazadi-ku. Aqli yetmagan ishga. Burningni ham tiqma, aralashmagan, tushundingmi? Fatvo markaziga borib, nikoh masalasida gaplashib kelsak bo'lardi. Yo'q, G'aybulla aka, bormayman. Afzalboy, bo'lmasam xotiningiz ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'ladi. Afzalni xotini Sodiq Turg'unovich ishlayapti degan shu gap kerak. Dildora o'zi aqlli ayol edilar. Ko'rib turibman qanaqa aqlliligini. Siz loyihani yangi yuzi bo'lar ekansiz. Erim meni rasmimni hech qayerga qo'ydirmaydi. Qaysi eringiz haqida gapiryapsiz? Kecha javobingizni berib, uydan haydagan shu betayin Afzal haqidami?